Obunachilar qaranglar. Dışarıda köprü görgensizler, içeride görmeyensizler. Köprü gruplar kopmuş biz yine. Proyektimize indi mecburumuz. Toza joya bir kraski vurulup bitip ketipti. İbandan fon. Sizlere o bir şey görsetemen. Gene kanin uyu bir vaqa bayına iltimas. Şu ya bir chiroyli chiqib ma bir ko'nglimiz ko'tarildi. Shuncha ozg'ina shunchalik qilgan mehnatimizni qadrlab birdan layık chiroyli kommentariy yozib ketsangiz, ehson qilganlarga, zakot qilganlarga Alloh rozi bo'lsin deb yozib ketsangiz xursand bo'laman. Yine bu yan boshqalardagi uyimizga bir baho beringlar, qaranglar. Necha chiqibdi. Boricha qo'limizdan kelgancha qildik. Qaranglar, chiroyli chiqibmi? Endi uzoqlik ko'rsatganimiz ranglarni shuni tanladik, taylarni qaradan bo'yab qo'ydik. Bence normalni bo'ldi, ha. Görüp o'tirganlar, başından görüp kelatirganlar bir dana like, kommentariya. Men görüp o'tirman başından hamma seriyasini. Birinci ünide, bu ünide. Eğer men resmini topsam birinchilarni xudo xolasa qo'yib ketaman. Başında kelgan vaqtimizning gap bo'lishgan. Genglar. Yaqinroqdan İBAN tarafdan ko'rsataman. Quyosh paneli ishlepti, pul ishlaydigan bo'ptimi, akşam bilmagan ekanman. Azama zetber ketibdi ekanlar. Bu pul ishlaydigan bo'pti. Adına plastik açtırıp mahalla reisi uje ekkep beradi. Akşam ben so'ramen turib aytib beribman. Quyosh paneli. Quyosh paneli uje dokumentlashtirilgan, polni kadastranetgan, karta açsalar bo'ldi. Bu pul ishlab tutdi ekan bazı. Uy ham ulangan bo'ldi. Uy xudo xolasa 1 so'm pul to'lamaydi cho'tchiga vaqasina. To'qa ham to'q davlatdan pul to'q satadi ham pul ishlab uyine besplatni yaqadi. Qaranglar. Necha ko'p uy. Ishlarni olib beramiz endi. Buning uchun aytmaysizlar. Bundan keyin ham xudo xolasa finali avat beraman, olib turib zettirib beraman. Bizning aksiyamizning finali bo'lmadi hali. Lekin bunun finalini qildik xudo xolasa. Aksiyada ishtirok qilsangizlar Telegram raqam qo'yib ketaman ekranlaringizda. İştirak qilinglar. Liber kompaniyasi aksiyasi xudo xolasa. Bir dana Kia Sonet ve 5 tane Cobalt qo'yibmiz. 6 tane avtomobil hammasi pachki. Rossiyadan 1500 rubl ishtirok qilasiz. O'zbekiston kartam bor 200 ming so'm. Omadlarni sinab ko'ringlar xudo xolasa. Pul yutuqlar ham bundan tashqari. Telegram'da yazsanızda batafsil tushuntirib beramiz. +99 8 91 394 87 0 ekranda chiqib turadi xudo xolasa. Ana ishtirok qilinglar undan. Uni final qilaylik xudo xolasa. Men topshirayin 6 dana pachki avtomobil. Shuning pachki Cobaltlar xudo xolasa. Ko'zim qo'ng'ishlarda turibdi. Gördünüz-de? Baha, berabersizlar. Yine bunlarni ko'hnisini urolmadik, ha? Ko'hni yenetmedik dedi ustalar. Ursak ham yer ne bo'lib qoladi deb turibdilar. Ha, keyin o'rnatib beramiz. Hali kelamiz-ku bir avatamiz. Endi pastillari olish kerak. Xudo xolasa buni oldiramiz endi uy bityaptir. Bu joy ham döşimiz kerak, qaranglar. Kim deyaqidin döşey taraflama yordam qilaman derlar bo'lsa, bemalol avataverasizlar. Bir endi qurudi ber, patinga bilan kelaveramiz bu yerga. Ha, iz tushmaydi. Bir naskisiz tushsak ne der? Bir ham qurib qopti da, uju pashti. Shunda bir kaldı obunachilar. Biz yana urilmagan, bir endi urib o'limiz. Bir ham taxta qo'yib bersak, ana taxta qo'yib bersak o'xshamaydi-da. Tushundingizmi bu yerga? Shuning uchun biri eng ne qildik, ikkisini uramiz dedik, o'xshatolmadik. Shuning uchun gap bo'lishi mumkin emas. Chiqibdi. Ko'pir qurib berib qo'ydilar, ustini o'tib qaytib yuraveradilar ishlar. Iloji yo'q. Toza joy. Endi bom nedan? Bize çizib bergan yo'lda yuraydi, iloji yo'q da endi. Bo'lmasa kraska beram bo'lib qajaq o'tibdi. Ucu singibdi, singmagan yerlari shular qolibdi, kraskamizni. Joya baho berasizlar, o'zlaringiz qarang. Yordam qilinglar hammangizga, kimda kim shu videoga like bosib, chiroyli kommentariy yozib, bizlarni boshidan qo'llab-quvvatlab yo'tirganlar, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim uylaringizda to'y bo'lsin. Shunday yaxshi insonlarga birgalikda qo'l uzatdik. Yordamlashdingizlar, videolarimizni tarqatishdingizlar, rahmat beraman. Shudaki ikki yetim bola xudo xolasa bir umr duo qilib yashaydi sizlarga. Nasib qilsa, qaranglar, chiroyli xonadon qildik, chiroyli uy qildik birgalikda. Yana bu yerda yashab turibdilar. Bu dedik ish qilib, bu yoqdan tortdik, finalga yaqinladik. Bir bu joyi bilsangiz, dim zo'r chiqdi. Hamma xohlab, zo'rna tutibdi, xolab turibdi bu yer. Nasini? Zakonni eshitganlardan ham siribdilar, chiroylatib, qiribdilar. Shu ham bir assa yurib berayotgan.
Haydi işlerinden nelerini sirptiler aynaların hem taptaza etiptiler. Zor oldu. Bir de az görüp ben şunu göremen demedim. Görmedim ben. Yok çok ki oldu. Aynalar hemimizin sirptiler. Zakoni oldu. Yeşiklerin dövrekleri karanma zor oldu. Hemmesini rahat yapan sirip indi bir yakasına final kılamız. Abonacılar. Bir joy toyuna kılıp veremiz ya. Su soğuk su var. Girgiden kolyuvarsız ummanikte bar imkaniyet. İssiq su, soğuk su bar. Bu da kalasa havala kız gitti karanlayla. Bize neden? Rahat yapan. O bani tuvaleti bu var kak palojun. Onu görsəteversəkən bu muydu? Kraski kutu, çeleki, kilenkisi, pilenkiler yakıp yaptılar. Şimdi gerek bir novecer şu ana köçürsek, o da halasa. Bu vejenem şu an alıp taşısak zor bula dedi. Malades. Pastilleri duruttu indi. Abonacılar bir deki arka joyda koydu. Bu joya indi girzemiz onu. Daroşkilerini yiyemiz. Daroşkiler tuttu yine. Palasları bildirdi yatıptı. O da halasa. Zor çıktı rengi. Rengi ama koşarak optu lakin bana. Şu an taraftan bir görseteyik yürüyün. Aşağıdan oraya muşundan bir opşi üyün. Nesini? Abonacılara zor çıktı lakin. Başta bir antika optur verdi. Bu renk bir zor oldu lakin. Aynen eşeğin çüşkenine karasanızda kara oldu. Koştu lakin ha. Zor koştu. Malades. Şundan bekle versem lakin dım zor koşadı lakin. Aynı eşiklere ponni. Ne op çıktı lakin. Rahat yapayım ama havasatı bir attı üyün zamanı sizin ne? Görüyor adam komşular ama eti bir attı. Karan zor çıktı bu iyide. Hakikaten zor. Kiçikine ilk camlı ne oldu? Bekasına bir öf tütüne kara öf ocak öteyik öf rezinke der ya kilenki üyden çıkan neseler yakıp attılar. Ana. Bu toprakları aldıramız indi ayttık ne ya bu da kalasa alıp verediler bu topraklara. Şimdi bunu şey yapalımız başka bulal ölmeydi. Bir de tünü ekskavatör geldi. Şimdi pullu da beraber. Son ayet netemizde bitirip işi bu adam uçurt. Bilesizler texnikeler uçurt boladı. Aldırıp veremiz bir topraklarını kodaklarda attırıp taşıyımız. Bahar geldi, yaz geldi. Xuda xalasa bəxasına abunacılar. Özüm aytaman. Bir-iki gün kəmis güdük bəxasını oylanıp mahalle reisi işlerine qarab elata bir şöyle bir sadaka den kiçikine ne qılıb veremiz. Joy toyu deyimiz ki, joy toyu beraberemiz. İndi beraber mahalladaki gemeye adam kalmadı. Bize borunda geldi, yokunda geldi, gelip yürüttüler, kömekle şürttüler başa kılıp. Rahmet hemmelerge, yan başkalar, rahmet. Zor paddeşe oldu, aktif zor oldu. Kuta kalasayla bir üyü konadanı bir çıraylı kıldı. Kuvanıp, oynayıp, yürüp yaşayıp hatırlayın indi, bekasına. Çıraylı kıldı, dua kılıp yaşaydılar. Rahmet hemmelerinize, Allah razı olsun. Bundan keyinki loyihalardan görüşünce harekette bereket sizlerin yan bir yordamlarınız gerek oladı. Unutmayınlar. Bizlerin yaşı finaldeki Telegram rakamımız var. Plus 99 891 394 87 00 rakamımız var. Şu rakamdan bize bilen bağlanın yani yordam teması boyunca. Kimde ya yordam konuşsun, tanış bilişleriniz bolsa mabada bilesiz ku yaşaş şəraitini, yetim balları bolsa aytkanımız her daim deyim. Kredit arlaşma iltimas. Yetim balları bolsa, uyunun ahvalı şunu kıyrak, yakıdın bopkan bolsa, misali, yordam kılın bizlere. Telegramdan yazın, şunu oylaba, bize tanışamız xuda kalasa, baramız, örgenemiz. Mahalla şurası, telefon rakamını taşıyın, şula biledi, mahalla şulanı ki, xuda kalasa, hakimiyeti netemiz, göremiz. Bize de özü, bir ne insanlarla bazada duradı. Kem teminlenge royxatına duradı. Çünkü hakikat, şu iki ferzentinden başka hiç kim yok. Bar ağayınları ağayının üyünden öz yaşaş nesi ağırrak yardım bergidin yağda yok yani. Bosa kılar edi. Bunlar ürgenip çıkıyor maşini bulan. Şu sebeple anık eksan kıgalla jüneye değdi xuda kalasa. Anık joyuna düştü. De bu liman. Aytamam ki görsem, kaçsam, desem dua kılıp ottular. Sizlere yardım kala, like basıp, komentar yazgallarım. Hatta ki çünkü sizlerin kısalarınızdan katta şu videoya like, comment basıp oturgallar. Çünkü videomuz tarqalıb yaxşı insanlara bar tuttu. Yaxşı insanlar xanadanda körüp ottu bizlere. Hacana hacatala körüp ottu. Rahmet hemmelerinize. Kullap kuvatlap turgallarınız üçün.
Shunday narsalarni sizlarning kanalingizdan bitirib turibmiz, bitkizib turibmiz. Zo'r. Duo qilib o'tiribsizlar. O issiq endi bu issiqqa qachon o'rganishamiz bilmayman. Tanalarim endi bir qizib pishib borayotir. Ha? Pishdilarga oppoq o'pmiz, xudo xolasa qop-qora bo'lamiz, shu yangi yo'qlarda yursak. Nima deymiz? Tamom etamiz, xudo xolasa. Keyinni kutinglar, video chiqaraman. Qo'llab-quvvatlashni davom etinglar. Rahmat. Poddeshki uchun, hammasi uchun bir xonadon ham men xursand bo'lib turibman shu oila uchun. Shu oilaning nomidan rahmat aytaman. Xudo xolasa aytganimizning keyin davom etish uchun, oilalar yana izlashim uchun sizlardan yuzlanib qolamiz, yordam sizlardan. Mahallalaringiz bo'yicha shuning yetimi bor narsa bo'lsa, marhamat bizlar bilan bog'laninglar, iltimos. Lekin haqiqatdan shuni so'raganlarimiz topib bersangiz zo'r bo'ladi. Chunki bizlar ham bor harakatdamiz, izlab turibmiz, topamiz nasib qilsa. Görüşguncha sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Hali video tamom bo'ldi degan emas, ko'p chiqadi. Ko'p chiqadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Pastiyanni chiqargan videolarimiz, reklamalarimiz, boshqalarimiz shu yurtning neki eng so'nggi yangiliklari bo'lsa shu kanalimizga chiqib boradi. Elegam berdi, Liber shu kanallarda. Obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa zo'r kontentlar, zo'r videolar chiqarib borishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Sog' bo'lasizlar, bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar faqatgina. Görüşguncha.